Ozboshimchalik bilan qurilgan bino buzilsa, jazo bekor bo'ladimi? Assalomu alaykum. Tasavvur qiling, kadastr agentligi inspektorlari kelishdi va siz ruxsat olmasdan qurgan binongiz uchun katta miqdorda, masalan, bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari miqdorida jarima yozishdi. Bundan tashqari binoni buzish haqida ko'rsatma berishdi. Ko'pchilik baribir jarimani to'layman-ku deb binoni buzmay o'tiraveradi. Ammo shunday qonuniy yo'l borki, siz ham binoni buzib, ham o'sha millionlab so'mlik jarimani to'lamasligingiz mumkin. Bugun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning o'sha sehrli moddasi haqida gaplashamiz. Qonun nima deydi? Mishtga 60 modda. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 60 moddasida yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olish bo'yicha jazo belgilangan. Lekin ushbu moddaning tort qismida yoki unga ilova qilingan eslatmada shunday deyilgan: agar shaxs o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkasining qaytarilishini ta'minlasa va o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarni o'z hisobidan bartaraf qilsa, u ma'muriy javobgarlikdan ozod etiladi. Bu nima degani? Bu degani, agar siz inspektor bayonnoma yozgandan keyin ish sudga o'tguniga qadar yoki qonunda belgilangan muddat ichida binoni o'z ixtiyoringiz bilan buzib, yerni avvalgi holatiga qaytarsangiz, davlat sizni kechiradi. Jarima bekor qilinadi. Bu tartib qanday ishlaydi? Jarayon quyidagicha kechadi. Bayonnoma tuziladi. Kadastr agentligi xodimi qonun buzilishini aniqlaydi. Ixtiyoriy muddat: sizga binoni buzish va yerni bo'shatish uchun muddat beriladi, odatda 15 kun. Bajarish: siz shu muddat ichida binoni buzib tashlaysiz. Tasdiqlash: kadastr xodimini qayta chaqirasiz. U bino buzilganini rasmga oladi va dalolatnoma tuzadi. Natija: ushbu dalolatnoma asosida ma'muriy ish tugatiladi va jarima qo'llanilmaydi. Diqqat! Agar siz "yo'q, buzmayman" deb turib olsangiz, ish sudga boradi. Sud majburiy buzdirish va qo'shimchasiga katta miqdordagi jarimani to'lash haqida qaror chiqaradi. Bu holda siz ham binodan, ham pulingizdan ayrilasiz. Xulosa va maslahat. Azizlar, qonun nafaqat jazolaydi, balki xatoni tuzatishga imkon ham beradi. Agar bilmasdan yoki shoshilib noqonuniy qurilish qilib qo'ygan bo'lsangiz, vaqtni boy bermang. Jarimani to'lagandan ko'ra, o'sha mablag'ni qonuniy yo'l bilan qurilish qilishga sarflaganingiz ma'qul. Sizda yoki tanishlaringizda shunday holat bo'lganmi? Jarima bekor qilinganini eshitganmisiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Obuna bo'ling, huquqingizni biz bilan himoya qiling.